Hammaga xayrli kech, hammaga assalomu alaykum. Xullas o'rtoqlar gap bunday. Aytmoqchi bo'lgan yangiligim. Qabulda ocharat ko'payib ketganligi sababli yillab bo'lib qoldi. Endi hammasi Allohdan. Biza shu uzoq vaqt ocharat kutadigan, muammosi jiddiy, sabr qila olmaydigan bemorlar uchun men klinikada o'zimni maktabim bor. Bu yerda hamma doktor men qilganday, men ishlaganday ishlaydi emasda. Ekoksi desa hamma doktor Fayozni bilishadi-da, unaqa emas. Bu yerda boshqa doktorlar ham bor. Lekin imino meni maktabimda, meni yonimda o'tirib, men qilgan tashxisni, men qilgan uxotni, bemorlar bilan qanaqa gaplashyapman, qanaqa diagnoz qo'yapman, qachon qanaqa tekshiruv qilishim kerak, qanaqa lecheniya qilyapman, hammasini o'rgatib yurgan. Mana 4 yil, 5 yildan beri yonimda yuradigan meni o'zimning shogirdlarim bor. Men bu bolalarga 100% ishonaman. Bular mendan har doim maslahatlashib, nima bemorga dori yozsa ham men bilan maslahatlashib, men yozgan lecheniya bo'yicha, men qiladigan tekshiruv bo'yicha hammasini men bilan telefonda maslahatlashib turishadi har doim. Lekin kelasizlar, boshqa doktorlarga kirganinglarda, boshqa analizni topshirganda, biza bordik, buncha qimmat analiz topshirdik deyshadi. Men kommentariyalarda o'qib qolaman, lekin men ularga atvet bera olmayman. Chunki bu klinikada boshqani yomonlash netoda, shuning uchun. O'rtoqlar, kelishib olaylik. Agar sabringiz yetmaydigan bo'lsa, uzoq vaqt kutib qoladigan bo'lsangiz, sizlarga yaxshi bo'lsin deb aytayman. Laboratoriyamiz, hammamiz tekshiradigan laboratoriyamiz bitta, juda ham kuchli laboratoriya. Tekshiruvlar juda ham mukammal, ekspert urovenda olib boriladi. Tekshiruvga даже analizlarni topshirish kunlari, vaqti, laboratoriya buni juda ham hisobga olib ishlashadi. Ko'pchilik biladi, tekshiruvga tayyor bo'lmaganda biz qaytarib yuboramiz. Agar shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, mana 4 ta shogirdim bor. Asad, Shahzod, Davron, Quvonch. Mana shu 4 ta bolaga yozdirasizlar, kelinglar. Kelganinglarda bu bolalar sizlar bilan ishlaydi, gaplashadi, men bilan maslahatlashadi. Agar muammolar jiddiy bo'lsa, meni yonimga olib kirishga harakat ham qilishadi. Keyin tashxislarni qo'yib bo'lgandan keyin o'tirib birga maslahatlashamiz. Agar muammolar jiddiy bo'lmasa, dorilar bilan hal bo'ladigan bo'lsa, men u dorilarni onlayn turib ham bolalarga telefon qilib, bu dorini yozasan, bunga bu dorini yozasan deb maslahatimni beraman. Alloh bersa, biza bir sababchi o'zimizni maktabimizni bolalarimizni tayyorladik. Ular уже pishdi. Ya'ni meva pishdi, endi mevasini yeyishimiz kerak. Bu bolalar sizlarga yordam berishadi. Men bilan sizlarni o'rtalardagi vositachi bo'lishadi. Agar qabulni kutmayman desanglar, luboy payt kelasizlar, bolalarga uchrashasizlar. Kassaga kelganinglarda, registraturaga kelganinglarda sizlarni qaysi doktor ko'rishini bular belgilab berishadi. Fayoz akaga keldik deysizlar, qabulga yozilmagan bo'lsanglar, ochiratdagi bemorlar baribir sizlarga ochiratini berishmaydi. Uzr, gapim sal cho'zilib ketib qoldi. Bolalarga uchrashasizlar, bolalar sizlarga men qilgan uxotni, men qilgan lecheniyani, men qilgan taktikani qilishadi. Eko qilinadigan vaziyat bo'lsa, обязательно meni yonimga olib kirishadi. Sizlar bilan yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Men hammasini tepasida turibman, kontrol qilib turibman. Xudo xolasa sizlardan natija bo'lsa, bizani komanda, bizani oila sizlardan ko'ra ko'proq bu narsani xohlaydi va sizlardan ko'ra biz ko'proq xursand bo'lamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, yaxshi kunlarda ko'rishib yuraylik.